Assalomu alaykum, to'rdagi barliq roman anglag'uchi do'stlar. Biz Ablimid Xo'ja Abdulla Qaraqash yozgan Zulmatlik tuproq degan romanni o'qishni boshladik. Birinchi bob Ansizlik. 1970-yil Amerika. Crown Hərbiy İşlər Tədqiqat Bazası namda hərbiy tədqiqat organi bolğan bilan əməliyyatda Amerika hərbiy tərəf ədliyyəsi tizimligiga kirməyən bir rəsmi hərbiy türmə bulub, bevasitə Dövlət Müdafiə Ministerligining alayida işlər məhkəməsiga qaraytdı. Yıllık xamçoti 7 milyard dollardan aşıdığan bu alayda işlər məhkəməsinin türlü xizmətlərdəki nəticəsi bəzdə Mərkəzi Axbarat İdarəsinin nəticəsidənmü eşib düşətdi. Amerikanın kozır organlarından biri bolğan bu məhkəməyə qaraşlıq Crown Hərbiy İşlər Tədqiqat Bazası Amerika dəniz təvəllükidəki quruqluqqa anç yaxın bolmagan joydagi özünün yeşilliqi, muhitining yiqishchanligi bilan kishining ko'zini qamaşdıradigan yegona orol Crown oroliga joylashgan edi. Bu hərbiy tədqiqat bazası 1955-yili Prezident Eisenhower'ның təsdiqləşi bilan Nevada Uran Tədqiqat Təcrübəxanasının tarmaq təcrübəxanası namida yerlik ahalilərə nəhayət zor төлəm töləş arqılıq başqa joyga köçürülüş bədiliga qurulğan idi. Bu tədqiqat bazası hərbiy tərəf təvəllükidəki Uran tədqiqat bazası bolsumu, əməliyyatda şu dəvirdəki Amerika ilim-fən sahəsidəki bulubmu hərbiy işlər fən texnika sahəsidəki tədqiqat nəticələrinin məxfiyyətligini saxlayalmağan təcrübə tədqiqatdakı alim mütəxəssislərini məngülük nəzərbənit qilish məqsədiga qurulğan tunji türmə idi. Keyinçə bu türməgə Amerika hökumətinin ixtisaslıqlarını özüge cəlb qilish planiga avaz qo'shishni xalamağan, başqa əllərdəki nüfuzluq, insaniyyətin düşməni bolğan xətərlik, cahil şəxsləri içidəki Mərkəzi Axbarat İdarəsinin qətl qilinish planiga kirməyən. Әмма tutub әкелiniş tizimlikiga kirgizilgan bir türküm muhim şəxsləri məxfi nəzərbənit qılınğan bolğan idi. Bu türmənin alayliki şuki, məhbuslarning turalğu joy sharoiti nihoyatda yaxshi bo'lib, oliy darajali xon saroylardan qilishmaydi. Yemək-içmək jihatda qisilmaydi. Har bir odamning birdan suv uzish ko'lchiki va xizmatkori bo'lmaganini hisobga olmaganda, bu joy dunyodagi eng hashamatlik dojining o'zi hisoblanadi. Ular televizor orqali sirtqi dunyodagi ishlardan xabar topolaydi. Elektrlashgan shaxsiy kutubxonasi bor edi. Xalıgan materiallarni kompüterda ko'ralaydi, yeziqchilik tədqiqat işləri bilan shug'ullanalaydi. Tamaqdan keyin gülükdə minib səgdəyalaydi. Biroq bu joydagi mahbuslarning sirtqi dunyo bilan bo'lgan aloqasi butunlay uzilganning ustiga qat'iy bir-birini ko'rolmaydi. Faqat bir umr tikandek yolg'iz yashash, o'ziga tunish bo'lgan tema ustida izdinish yoki ma'lum bir xil tadqiqot bilan shug'ullanishga majburlanish bularga berilgan eng og'ir jazo hisoblanadi. Crown orolining to'rt atrofida 10 ingliz mili doira ichida tavallikda mayli suv ostidan bo'lsin, mayli havo yuzidan bo'lsin, bir tal uchar qanot yoki kichik belijanmu ilg'or radar sistemasidan qechib qutulolmaydi. Hem zörür bo'lganda birla kunupka bilan bu tavallikka kirib qolgan boshmaltaq cho'nliqdagi har qanday jonliq, jonsiz jism vayron qilish kuchi zo'r bo'lgan ilg'or qurollar tarafidan hukm talqon qilinadi. Shundaqla qat-muqat hərbiy muhasira içidəki bu alayida türmə məhbuslarının bu yerdən qeçib ketəlishi yoki sirtkilərinin bularını elib chiqib ketəlishi asla mümkün bolmaydigan bir iş idi. Tün yerim bolğanda muavin türmə başlig'ining telefoni tuyuqsiz jiringladi. Kapitan, men Jannat rayonidagi 7-numurluq mahbus bo'laman. Siz bilan ko'rishmoqchi edim. Muavin türmə başlığı Kapitan Johnson telefon trubkasidan kelgan bu ovozdan behla cho'chib ketdi. Chunki notunush bu ovoz 3 yildan beri so'zlash iqtidoridan qolgan izchil tilsiz deb qaralgan bir mahbusdan kelgan edi. U uyqulik holdan darhol o'ngshab telefon trubkasini o'rniga qo'ydi-da, kelgan telefon nomeriga qaytadan sinchilab qarab chiqdi.
Andın qattiq jiddilashib, sol tarafidagi bir qancha klubka ichidan Jannat rayoni harbiy qorovullik bo'limining jiddiy aloqalish knopkasini oldirab bosdi. Doklad kapitan! Daqiqa ichida qorovuldan javob qaytdi. Rayoninglar jiddiy holatga o'tsin. Kapitan aldirab harbiy formasini kiygach, arxiv bo'lim liniyasining knopkasini besib aytdi. Jannat yetining yozma arxivini darhol so'roq uyiga akiling. Aradan 10 necha minut o'tib, so'roq uyining chiriqi kunduzdek yo'rib ketdi. Yo'maloq ustalda muavin turma boshlig'i, arxiv bo'lim, sog'lomlik markazi va Jannat rayonining mas'uli bo'lib, jami 4 odam jiddiy tusda o'z qo'llaridagi materiallarni varaqlag'ash, yarim kechadagi tuyuqsiz ilib beriladigan bu so'roqqa tayyorlik qilyotdi. Oldi bilan muavin turma boshlig'i Jonson so'z qildi. Əpəndilər, Cənnət yetdə türbimiz tarixidagi eng alayda mehmonlarning biri. Uning turbiga kirish rasmiyatiga Davlat Mudofaa Ministrligi shundaqla Markaziy axborot idorasi bevosita qo'l tiqqan. Arxivida uning ismi, davlat tavalligi, millati yoki shug'ullanadigan kasbiy jihatlarda hech nima deyilmagan. Faqat ikki qur izohat. Bu kishi xotirasini yo'qotish bilan birga mangulik so'zlash iqtidoridan qolgan. Bir qism maxfiyatliklarni chet ellarga setib etmoqchi bo'lganligi uchun Amerika hukumati tarafidan tutib turiladi deb to'ldirilgan. Maqsadga kelsak, apandilar, bayam Jannat yettiga tuyuqsiz zo'an kirib qoldi. Bu aqlga sig'maydigan bir ish. Siz qo'lingizdagi sog'lomlik arxiviga qarab beqing. Kapitan shundaq degach, sog'lomlik markazining mas'ul doktoriga qarab qo'ydi. Kapitan, arxivda deyilishicha, Jannat yetda turmaga ilingan vaqtida cho'ng menga qon tomir o'smisi sababli xotirasini yo'qotgan ham so'zlash iqtidoridan mangulik qolgan ekan. Hücre DNA tekshirishida uning 1941-yili 9-ayning 21-kuni tug'ilganligi isbotlangan. Bir ay oldidagi yillik salomatlik tekshirishdimi kasallik ahvolida o'zgarish bo'lmagan. Bu zodi nim gap emdi? Sog'lomlik markazidagi mas'ul doktor gapini tugatib, tamakisini qattiq bir sho'rab qo'ydi. Leytenant, siz shu rayonga mas'ul. Boshqa bayonlaringiz bormi? Dedi kapitan Jonson uningga ma'nilik qarab. Kapitan, dedi leytenant sal duduqlab. Bu mening rayonimdagi eng yuvosh musulmon mahbusning biri. Turmaga kirgan 3 yildan bo'yon uning namoz o'qish va kitob ko'rishdan boshqa hech qanday ish yo'q. Yaqindan berimi uning harakatida yoki psixikasida biror g'ayrilik sezmadik. Qo'limdagi kuzatish xotirasidami shundoq ekan. Amisa boshqa gap bo'lmasa Jannat yetda kirsinmi? Kapitan qolgan uchalanga qaradi. Ular birdek beshini lingshitdi. Ishik echilib, 7-numurliq mahbus ikki qorovulning hamrohligida kirib keldi. Mahbus o'ttira bo'y, ammo murisi nihoyat kangri. Bilaklarining bo'ljung go'shlari xuddi terisiga patmay etilib ketadigandek. Chechi qora, yuzlari oq, soqollari shalong, burni sal cho'ng, eg'izi kichik. Chiroyli qo'y ko'zlaridan muloyimligi chiqib turadigan 30 yoshlar atrofidagi tanharakatchiga o'xshab ketadigan nihoyatmi kelishgan oq tanlik yigit edi. U bir qaramoqqa Germaniyalikka o'xshab qolsa, yana bir qaramoqqa Amerika indianlariga o'xshab qoladi. U o'rindiqqa asta kelib mo'tivarlarcha o'ltirdi. Uning o'ltirishdagi bu sipoyi harakatidan uning nihoyatmi farosatlik ham pishqan bir ekanligi chiqib turadi. Ikki qorovul qoida bo'yicha bu mahbusga hurmat bildirib, ishini astag'ina yepib chiqib ketishdi. Kapitan o'rnidan turib, alayida yasalgan aynak tamga yaqin kelib, bu mahbusga xuddi dangliq rassomlarning sizma portretlariga zan solgandek qaytadan bir qarab chiqib, andin eg'iz ochdi. Efendim, men kapitan Jonson, Crown harbiy turmasining muavin boshlig'i. Qani, quluqim sizda. Bu astoydil aytilgan so'zlar mahbus turgan uyga o'z peti anglandi. Mahbus garchi oldidagi to'rsuq aynak tamdan o'zining aksidan boshqani ko'rolmasimi, lekin u xuddi kapitanni o'z ko'zi bilan ko'rgandek beshini ko'tarib aynakka qarab turib, pishiq Amerika talaffuzda aldirmay so'z qildi.
Kapitan, bu sözlerimni marshalga yetkizing. Әтә Amerikaning bir yuqori darajalik amaldori Wall Street ko'chasida qasdga uchrashi mumkin. Vaqti balkim tush soat 12:30 atrofida bo'lsa kerak. Efendi, siz kim? Kapitan Johnson tong qatqincha huduqib so'radi. Uni shu topda sovuq ter bosgan edi. Chunki bu turmadagi mahbuslar odatdan tashqari e'tiborlanib, davlat go'hirdek qo'g'dilatdi. Shuning uchun ularning so'zlarini oddiy qarashga bo'lmaydi. U qo'lidagi texi tugmagan sigarini yondagilarga sunib berib, qo'l yog'liqida peshonasini surtgach, mahbusdan ko'zini uzmadi. Kimligimni bilmayman, kapitan. Xotiram texi to'liq asliga kelmagan chig'i. Eg'ir olmasangiz men qaytsam. Buludu efendim, sizge köp rahmet. Men hazırla sözünüzni marshalga yetkizimen. Yana boshqa sözünüz var mı? Kapitan shundoq degash yendikilarga ishorat qildi. Hozircha yo'q kapitan. Bu kechida to'tinglarni avara qilganimdan to'liq xijilman. Ma'qul emisa efendi, yaxshi orom eling, dedi kapitan tukurigini g'urtda yutib. İki qaravul mahbusni ilib chiqib ketdi. Kapitan Johnson jiddiyleşdi. Kapitan o'ng qo'lda qos chiqirib dong etib qolgan uchaylan darhol harakatga kelib, jannat yetini so'roq qilgan chog'dagi barliq sin ko'rinishlarning kompyuterlik tekshirishni boshlavetdi. Kapitan, jannat yetining bayonqi so'z qilgandagi kompyuterlik psixika analizidan qaraganda yolg'on aytmabdi. Kapitan, onun menge toqilma sinkarida cho'ng mingisidagi qon tomir o'smisi oldingi oydagiga qaraganda tang yerimda kichiklabdi. Xotirasi to'liq asli kelmagini rost qiladi. Uning yaqinqi mezgillik yurish-turish harakatining kompyuterlik analizidan qaragandimi, biror ruhiy kasallikning alomati yoki yolg'izlikdan paydo bo'lgan xomushlik alomati yo'q. Kapitan texmi jiddiylashdi. Efendiler, demek onunğa hazırca yerim uyku tecrübesini işlegeninin paydası yokken-da. Şundaq kapitan, meňisideki ösme texi tuluq yo'qolmapti. Navada onundan teximi köp gep koçalaymiz dep, yerim uyku tecrübeside ketkizip qoysak, onun meňisi kardan chiqidi. U çağda yuqurga javob berishimiz taski to'xtaydi. Kapitan üstel üstideki bayam çekip bulalmagan yerim sigarini qo'liga elib, o't yaqqandan keyin toza bir sho'rib etgandan keyin aldırmay etdi. Efendiler, sizlarga ayon, bizning bu yerdagi oddiy bir oshpazmi necha oylik ta'minoti bilan New Yorkdagi eng cho'ng boyga aylanoladi. Navoda bu qitimqi ishimizdan chataq chiqsa, xon saroylarimizni qo'g'dab qilish emas, jinimizni saqlab qilishning o'zimi bir gap. Bo'pti, uni aqlidan ozdimi deyli, lekin u bizning 4 odam ekanligimizni qandoq bildi? Meditsina ilmida gacha deb qaralgan odam zodi qandoq bo'lib gap qilib qoldi? Gap mush yerda kapitan. Balkim u Oqsaroy amaldorlarining faoliyatini televizordan anglagandi. Biroq bizning muzokara guruhimizdagi 2 odamning yo'qligini qandoq bilgandi? Yoki bo'lmasa, uningda oldin ko'rish iqtidori bormidi-ya? Kapitan eg'ir xursingandan keyin ullik ovozda buyruq qildi. Sizlar hozirdan boshlab jannat yetining yurish-turishiga munosabatlik barliq yoshurun sin ko'rinishlarini ko'rib chiqinglar. Yangilik bo'lsa xabar qilinglar. Uning yillik salomatligini tekshirgan doktorning shaxsiy arxivini menga yetkazinglar. Bo'ldi, boshlanglar. Kapitan Johnson uyqusizlikdan charchab ketgan bo'lsa-mu, harbiylarga xos jasorati bilan so'roqxondan mag'rur holda chiqib, koridor bilan ancha yiroq bo'lmagan joydagi yotiqiga kirdi-da, qo'liga telefonning trubkasini ilib, havoga dam olg'ili ketgan turma boshlig'i Marshal Haykerga telefon urmoqchi bo'ldi. Biroq yana trubkani o'rniga qo'yib qo'ydi. Qanday qilish kerak? Marshalga zodi nima desam bo'la? Doklad qilmsamchu, navoda ishlar bu sarangning degandek bo'lib qolsa, u chog'da. Kapitan o'ylanib mush yerga kelganda, uni qora ter bosqandek bo'ldi. U g'ayratga kelib, trubkani oldida turma boshlig'i Marshal Haykerning nomerini besishga boshladi.
Bugun Wall Street ko'chasi odatdan tashqari qizib ketdi. Rengarang kiyimlarda kiygan kishilar saldek maydon tarafga qarab oqmoqda edi. Ko'ch-ko'ylarda yuzlari har xil rangda bo'yab olgan hazilkashlar, har xil hayvonlar siyoqiga kirib olgan qiziqchilar, qo'lida gul chambaraklarni pulanitib olgan egiz pachoqlar kishilarning diqqatini tortib, bugungi yig'ilishga texmi xushallik qatgan edi. Isqirtish, daqqudumbaq, sonay ovozi, kapsiz bolalarning uyan-buyan qo'g'lishib tovlashlari hammasi bir bo'lib Wall Street ko'chasini bir olgan edi. Qumdek sanoqsiz kishilar to'pi ichida qandaqdir bir kimlar qo'llarida plakatlarni ko'tarib olishib, hayvonot o'simliklarni asrash to'g'riliq ha deb nutq so'zlayotsa, yana qandaqdir bir kimlar qo'llariga kichik bayroqlarni ko'tarib olishgan bo'lib, bugungi bu yig'ilish qarmoqqa shundoq qalaymaqandek ko'rinsimi, amaliyotda kishilar to'pi xuddi yiroqdan tizginakda boshqurilayotgandek, yanala nihoyatda tartiblik ham royish edi. Mushi topning o'zida 5 burjaklik binodagi bexatarlik ishxonasida davlat ishlar kotibi, davlat mudofaa ministrligi, markaziy axborot idorasidagi muhim shaxslardan bo'lib, 10 necha kishilik jiddiy muzokara guruhi Wall ko'chasidagi maydondimi bek qizib ketgan edi. Ularning qizg'in muzokarasi ichida Crown harbiy turmasining boshlig'i Marshal Hayker apandimi beshi tushgan holda bir burjakda o'ltiratdi. Bu qitimliq roman o'qishimiz mushu yerda oyoqlashdi. Kelar qitim ko'rishayli. Xayr xo'sh.